Buxoro davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti bio-21 guruh talabasi Niyoz va Shahnozaning biologik kimyo va molekulyar biologiya fanidan protonogenli aminokislotalar mavzusi yuzasidan tayyorlagan taqdimot ishi. Oqsil tarkibida har doim bo'ladigan aminokislotalar keltirilgan, lekin ayrim oqsillar tarkibida kam uchraydigan aminokislotalar karboksil glutamin kislota, gidroksilizin 3,5 diotirozin va boshqalar bo'lib, ular shu 20 ta protonogenli aminokislotalarning hosilasidir. Aminokislotalar kimyoviy tuzilishiga ko'ra alifalik, ochiq zanjirli, aromatik, halqali va gidroksikliklarga ajraladi. Ular qo'shimcha funksional guruhlar tushiga qarab dikarbon diamin aminokislotalar, oksiamin kislotalar, oltin gugurt tutuvchi aminokislotalar va boshqa guruhlarga bo'linadi. Aminokislotalar optik faollikka ega. Oddiy aminokislota glitsindan boshqa hamma aminokislotalar molekulasida asimetrik uglerod atomlari borligi uchun ularning suvli eritmasi qutblangan nur sathini o'ngga yoki chapga buradi. Oqsillar tarkibidagi barcha aminokislotalar el qatoriga mansubdir, lekin tirik tabiatda erkin holatda yoki kichik peptidlar tarkibida D qatoriga mansub aminokislotalar borligi aniqlangan. Tirik organizmlarning ajoyib xususiyatlaridan biri shuki, unda faqat el qatoriga mansub aminokislotalar sintezlanadi. Ularni kimyoviy yo'l bilan sintezlanganda el va D qatoriga mansub rassemik aralashma hosil bo'lib, ularni bir-biridan ajratish qiyin hisoblanadi. El va D qatoriga ajratilgan oqsil tarkibidagi el shaklidagi ayrim aminokislotalar vaqt o'tishi bilan asta-sekin D holatga o'tishi aniqlangan. Aminokislotalarning bunday xususiyatlari haroratga va aminokislotali xiliga bog'liq. Oqsillardagi bu o'zgarishlarni qazib olingan qadimiy suyaklarni zarurat bo'lganda tirik organizmlarning ham yoshini aniqlashda qo'l keladi. Jumladan, dentindagi tish tarkibi oqsildagi L-asparagen kislota o'z-o'zidan har yili 0,1% ga D shakliga o'tadi. Yosh bolalarda dentin tarkibidagi aminokislota faqat el shaklidagi asparagen kislotadan iborat. Odamning yoshi o'tgan sari L-asparagen kislota D holatga o'ta boshlaydi. Uning miqdoriga qarab tishning yoshini aniqlash mumkin. Uglevodorodlarning optik izomerlarini aniqlashda glitserin aldegid molekulasining kimyoviy tuzilishidan foydalangan holda aminokislotalarning L va D qatoriga mansubligi belgilanadi. Ba'zi aminokislotalar tireonin, oksipilorin, izolitin tarkibida asimetrik uglerod atomi bo'lib, ular 4 ta izomer hosil qiladi. Aminokislotalar tarkibida kislotali karboksil va ishqor xususiyatga ega tutganliklari uchun ular amfoter elektrolitlardir. Suvli eritmalarda aminokislotalarning har ikkala funksional guruhlari dissotsiyalanadi. Bunda karboksil guruhidan vodorod ioni proton ajraladi. Amino guruh I esa uni biriktiradi. Bunday ko'rinishdagi aminokislotalar bipolyar ionlar deb ataladi. Kislotali muhitda yoki vodorod ionlari konsentratsiyasi yuqori bo'lganda aminokislotalarning karboksil guruhi kam dissotsiyalanadi. Natijada ularning molekulasi musbat zaryadga ega bo'lib, elektr maydonida kation sifatida harakat qiladi. Ishqoriy sharoitda, ya'ni gidroksil ionlari konsentratsiyasi yuqori bo'lganda aminokislotalarning amin guruhi oz miqdorda dissotsiyalanadi. Shuning uchun ularning molekulasi manfiy zaryadga ega bo'lib, anion sifatida harakat qiladi. Yuqorida ta'kidlangandek, aminokislotalar eritmasining N ga qarab kation, anion yoki neytral holatga ega bo'ladi. Shu asnoda aminokislotalar ishqoriy kislotali va neytral holatda bo'lgan guruhlarga ajraladi. Aminokislotalar molekulasida amin va karboksil guruhi bo'lgan organik birikmalar o'simlik hamda hayvon oqsilining asosiy elementi hisoblanadi. Rangsiz, suvda eruvchan kristal moddalar 200 ta tabiiy aminokislotalar ma'lum, lekin oqsillar tarkibida faqat 20 aminokislotalar va ularning 2 amidi uchraydi. Qolganlari oqsillar tarkibiga kirmaydi. Aminokislotalarning D yoki L qatoriga tegishligini N va N guruhining uglerod atomida qanday joylashganligi ko'rsatadi. Deyarli barcha tabiiy A, L qatoriga kiradi. D qatoriga mansub aminokislotalar tabiatda kamdan kam bo'lib, mikroorganizmlar tarkibida topilgan.
Aning L formasi o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi va u moddalar almashinuvining barcha jarayonlarida qatnashadi, lekin D formalarini o'simliklar o'zlashtira olmaydi. Ba'zan ular moddalar almashinuvi jarayonlarini to'xtatib qo'yadi. Bu organizmning fermentativ sistemasi aminokislotalarning L qatoriga moslashganligidan darak beradi. Aminokislotalar organizmda erkin holda va oqsillar yoki boshqa birikmalar tarkibida uchraydi. Oqsillar sintezi uchun A formali 20 ta aminokislotalar, proteinogen aminokislotalar, lizin, gistinin, arginin, aspartat kislota, asparagen, tironin, serin, glutamin kislota, prolin, glitsin, alanin, sistin, izoleysin, leysin, metonin, valin, tirozin, fenolin, triptofandan foydalaniladi. Oqsillar tarkibida uchraydigan aminokislotalar esa ularning fermentativ o'zgarishi natijasida hosil bo'ladi. O'simliklar o'zi uchun zarur bo'lgan barcha azotli birikmalarni sintezlash qobiliyatiga ega. Aminokislotalar sintezi jarayonida ammiakli azot organik birikmalarga aylanadi. O'simliklarda hosil bo'lgan aminokislotalar uzluksiz almashinib turadi. Ular asosan oqsillar sintezi uchun sarflanadi. Shuningdek, dekarboksilanishi, azot asoslari va boshqa birikmalar sintezi uchun ishlatilishi, aminogruppani ajratib yuborishi, to'liq oksidlanishi va organizm uchun energiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ko'pchilik aminokislotalar tibbiyotda, chorvachilikda, shuningdek oziq-ovqat va mikrobiologiya sanoatida qo'llaniladi. Hozir aminokislotalardan o'g'it sifatida ham foydalanilmoqda. Barcha oqsillarning asosiy qurish elementlari aminokislotalar ekanligi ko'pdan beri ma'lum bo'lsa ham, to'la aminokislota tarkibida faqat 20-asrning 30-yillardagina batamom belgilanadi. Buning sababi bir tomondan aminokislotalar hali yaxshi o'rganilmagani, oqsil tarkibiga qaysi aminokislotalar kirganligi aniq ma'lum bo'lmaganligi bo'lsa, ikkinchidan ularning ayrim vakillarini sifat va miqdor analizi usullari hali mukammal bo'lmaganligi edi. Olinishi: aminokislotalar oqsillarni gidroliz natijasida olinadi. Gallakagen kislotalarga ammiak ta'sir ettirib olish mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.